Xo'jaobodda qurilishimiz davom etmoqda. Bugun men podushka haqida gapirib beraman. Biz podushka qo'yayotganimizda e'tibor berishlari mumkin. Biz albatta tagiga plyonka solganmiz. Plyonka nimaga solinadi? Plyonka solib qo'yganimizda beton qo'yiladi va beton qo'yilganda namligi yer sразу o'ziga tortib olmaydi va betonimiz o'z holida quriydi. Shunda betonimiz mustahkam bo'ladi. Shu mustahkam bo'lish uchun biz albatta plyonka solamiz. Va ikkinchi qilinadigan narsa bu armatura. Bilamiz, ikki etajli uy turish kerak. Shuning uchun biz albatta podushkaning ichiga ham armatura to'qib chiqqanmiz va albatta armaturalar bir-biriga bog'langan bo'lishi kerak. To'rt qator shunday armatura tashlandi va albatta armaturani ko'tarib qo'yganmiz. Va beton qo'yayotganda menimcha eng katta xato bu betonning ichiga tosh tashlab qo'yish. Chunki tosh tashlaganimizda bilamiz, bu bizni betonimizning mustahkamligiga zarar yetkazadi. Shuning uchun biz podushkaga umuman tosh solmaganmiz va betonimiz привозной, ya'ni biz zavodga zakaz qilganmiz. Shu mikserda olib kelgan beton qo'yayotganimizda rosa qor yog'di va albatta mikserda qo'yilgan. Chunki mikserdagi beton bu juda boshqacha sifatda bo'ladi. Unaqa ming qo'lda qo'ysangiz ham bu zavod sifatiga yetmaydi va albatta ichiga umuman tosh solmaslik kerak. Shundagina bizni betonlarimiz mustahkam chiqadi. Va yana bitta qilinadigan narsa, bu e'tibor berishimiz mumkin, vibratsiya. Vibratsiya solganimizda shu quyilgan betonning ichidagi havolar chiqib ketadi va ichi po'k bo'lib qolmaydi. Shunda betonimiz juda mustahkam bo'ladi. Shuning uchun albatta biz vibratsiya solganmiz. Vibratsiya solgandan keyin qor yog'yapti, ustini biz yopib qo'ydik. Вот сейчас ребята сначала пленкой закрыли бетон, потом такой фольгой закрыли, чтобы бетон не замерз.